Oxirgi paytlarda Oktagon ligasining obro'si sezilarli darajada tushib ketdi. Bunga asosiy sabab esa barchaga ma'lumki, Odilxon Kamolovni yana kaltaklashdi. Adashmasam bu voqea ikkinchi marotaba takrorlanmoqda. Odilxon sabr-toqatli, jang maydonida irodali va qiziqarli videolari bilan o'zbekistonlik muxlislarning qalbidan joy olgan sportchilardan biri edi. Shubhasiz, juda ham quvnoq yigit. Bundan tashqari 11-may kuni Toshkentdagi Humo Arenada katta turnir bo'lib o'tadi. Aynan mana shu musobaqada Odilxon Kamolovga munosib raqib topilmadi. Sport o'yinlari orqali daromad qilishni xohlaysizmi? Ayni paytda eng yaxshi platforma barcha o'yinlar uchun yuqori koeffitsient taklif qilmoqda. Agar Turksport promo kodi orqali ro'yxatdan o'tsangiz, birinchi depozit uchun 3 million so'm bonusga ega bo'lasiz. Batafsil ma'lumot va omad silkasi Telegram kanalimizda. Unga potensial raqib sifatida ko'rilayotgan Erkabilan To'xtar esa Men, блядь, MMA'ni naq qo'yamdi. avgust oyiga qadar jang qilmasligini ma'lum qildi. Rubitsa deb privarma stoykadan Rubitsa dedim. Shunday bo'lsa-da, Odilxon Kamolov bunday imkoniyatdan foydalanib qolish kerak edi. Chunki To'xtar O'zbekistonga kelmasa, Qozog'istonga borib jang qilishga to'g'ri keladi. Bu esa To'xtarning uyi, hududi hisoblanadi. Odilxon bu borada To'xtarga nisbatan ko'plab videolar tayyorladi. O'z Instagram sahifasiga joyladi. Hammamiz yaxshi bilamizki, Erkabilan To'xtar aktyor. To'xtar qizlar libosini kiyib, filmga tushgan kadrlari mavjud. Biroq mana shu holatni ko'rib qolgan Odilxon Kamolov To'xtarga nisbatan noo'rin harakat qildi. 23-mart kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan Oktagon konferensiyasida Odilxon Kamolov va Saturn Kamil Karate ham taklif qilingan. Barcha voqea mana shu Oktagon konferensiyasida boshlandi. Odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Oktagon menejerlaridan bo'lmish Sultan Odilxon Kamolovning xavfsizligini ta'minlashga va'da beradi. Xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda Sultan chaqirdi. Biroq bu gaplar quruq gapdan iborat bo'ldi xolos. Uchrashuv paytida Erkabilan To'xtar birinchi bo'lib qo'l ko'tardi. Ayrim videolarda esa To'xtar onasi haqida noo'rin so'zlar aytganligini da'vo qilmoqda. Asl holat esa mutlaqo boshqacha bo'lgan. Odilxon Kamolov meni talpa qilishdi degan bo'lsa, Kamil Karate esa yo'q, bunday bo'lmadi deb aytdi. Hech narsa bo'lmadi deb yo'lda Kamil Kalamishga o'xshab bir o'zi edi deb gapirdi. Ammo Odilxon va Kamil Karate video chatda esa Kamil Karate barchasini tan oldi va Odilxonni talpa qilganligini aytdi. Yo, u video men aytganimni qo'ygan yo'q. Aktriska qilib qo'ygan. Na, qirqib turib qo'yganda sen Odilxon bilan o'zimizlik deb. Meni ichkariga ular tortib ketishganini ko'rdingmi? Meni O ichkariga tortib ketishganini ko'rding-ku, bu yoqdaligida To'xtarlar. Talpolim ko'payib, o'zining mamlakati, o'zining uyi. Odilxonning jasoratiga tan berish kerak. Begona yurtda ko'plab raqiblar orasida o'zini himoya qilishga tayyor ekanligini namoyish qildi. Masalan, u ham O'zbekistonga kelsa, sen urmaysan-ku, urmaganing sababi sen hurmat qilasan, O'zbekistonni hurmat qilib, mehmonni qani uraman deysan. Lekin u urdi. Uni mendan kutgan yo'q. Bu yerda mana shunaqa bo'ldi degan narsalaringga qirqib tashab turib, bu yoqda sen kerakli joylarni qo'yib. Yo'q, ana sertifikat olib tashladik ekan, bular qo'yib qildim men. Yo'q. Idin naqo'y dedi, sertifikat idin naqo'y dedi. Hech nima deyolmadi Oktagon. Oktagonning gollari keldi-ku, menga dedi. Indemadi. Mana shu yerga qo'yib qoldim men, ne qo'yasi dedim. Sertifikatni bo'l debdi. Bana sen tepganga bor-ku. Talpa qilib tashladi, sertifikat tep idin naqo'y dedi sertifikat. Bundan tashqari, Humoyun To'xtamurodov bu voqeani eshitib Odilxonga yordam berish uchun yoniga bordi. Men kabriyatdan chiqishim bilan Humoyun aka olib ketdi aeroportga qarab. Biz birgamiz. Chet elda doimo qanaqa o'zbek bo'lishidan qat'iy nazar o'zbekmi? Biz qo'llab-quvvatlaymiz, Xudo xolasa. Garchi ular raqib bo'lsa-da, begona yurtda birlashdi va katta kuchga ega bo'ldi. Shunchaki Humoyun To'xtamurodovga respekt. Bu voqeadan so'ng ko'plab blogerlar Oktagon ligasi va Erkabilan To'xtarga nisbatan keskin tanqidlar yog'dirdi. Sizlar ham bir Qozog'istondan chiqib bir jang qilinglar. Erkabilan To'xtar! Chiq Qozog'istondan chiqib O'zbekistonda Odilxon bilan bir solish, bir ko'raylik.
Uyingga borib olsa xo'roz bo'lasan. Men Odilxonning tarafini olmayman, lekin vatandoshim. Qozog'istonda turib olib, gijillama. Chiq O'zbekistonda bir jangingni ko'raylik. Putinga shunday barmoqda urib cho'pa-cho'ps qilib qo'yadiganlar bor O'zbekistonda. Dastoyni bolalar bo'lsa, bu mana bu ikkita chort aqranligini ishdan haydab uzr so'rabtiradi. Nimaga uzr so'rash kerak? Chunki mehmon bo'lib kelgan insonga nisbatan uni gazovat qilib, uni davlana qilish bu sportsmenlik tomonidan ham, odamgarchilik tomonidan ham, musulmonchilik tomonidan ham hech qaysi ramkaga to'g'ri kelmaydi. Buncha voqeadan so'ng Odilxon endi Oktagon ligasidan ketishga qaror qildi. Ligani barcha rekordlarida ismim borligidan xursandman. Liga endi top darajaga chiqdi, tanildi. Endi menimcha men kerak emasman. Endi sizlarning yangi proyektinglar bor. Sizlar nima desanglar qiladigan odamlar bor. Qani men zavq bilan tomosha qilaman o'sha rekordlarni, mendan keyingi odamlar zabt etishini. To'g'risi. Bitta Oktagon ligasi bor degani emas, undanda kuchli ligalar bor. Odilxon Kamolov bu ligani mashhur qilishga o'z hissasini kattagina qo'shgan edi. Agarda ishonmasangiz, uning barcha videolarini tomosha qiling. U ijro etgan video million tomoshabin yiqqan. Odilxon Kamolovga esa omad yor bo'lsin. Erka bilan To'xtar esa shunchaki Odilxonga kamarni yutqizib qo'yishni istamadi. Chunki ikkinchi bor mag'lub bo'lishni xohlamadi. Qadrli do'stlar, sizningcha Odilxon Kamolov Oktagon ligasidan ketishi to'g'rimi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring. Barchaga rahmat. Ana Adilxon o'zining Instagramida hali межнационалканы qo'zg'ab alik bo'latir. Adilxon, men sana aytarim, какой-то sen uchun и какой-то men uchun ikki xalq bir-biriga qirilib, urushib, qilishmaydi. Esingni saqlab ol.